أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Kitabımızın birinci kısmı El-Adilla Eş-Şer'iyye'nin ki 9. 10. delilleri bugünkü dersimizin ki asası mezmunu oludu. 9. delilde biz şer'u men qablana degan vaqt kelimiz. Hem öyle geyinik Allah subhanahu ve taala Adem aleyhisselamdan keyin zamanға peygamberlerini bizning din bilan avatgan. Gerçi peygamberlerge avatilgan din ya kitaplarning ismi birisi-birisiga o'xshamasimi, lekin din o'zining umumiy prinsiplarida, umumiy mabadi'larda, kulliyatlarda va bir qism juz'iyatlarda asosan o'xshash. Illaki shu zaman makonning sharoitlari taqozo qilgan bir qism juz'iy shariatlarda, tashri'larda farqlangan bilan umumiy peygamberlarning hammasining dini o'zining prinsip maqasid kulliyatlarını bayan qilishda tamamen hammasi o'xshash. Yani Allah'ni bir cennet dozaq va o'lgandan keyin tiriladi degan nazariyadan boshlanib, shu dinning aqidalaridan boshlanib, oxirigacha hamma payg'ambarlarning dini o'xshash bir mazmunni olib kelgan hisoblanadi. Endi bizga bir nuqta aniqki, vaqtning o'tishiga ergashib yoki o'rinning almishiga ergashib bir payg'ambarlar öz rayonidagi o'zining ergash kuchlariga, o'zining qavmiga yuguzadigan ba'zi tashriqlar yana payg'ambar bilan o'xshamaydi. Endi bu ilgirgi payg'ambarlardagi masala bo'lib qolsa, bizning payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga kelgan vaqtida payg'ambar alayhisolam dunyodagi butun payg'ambarlarning hammasiningki payg'ambarlik shariatlarining hammani amaldan qoldirib, o'zi yolg'iz holda bütün dünyaya rahmetli lil alamin bulup geldi. Peygamber Efendimiz'in şeriatı bütün şeylerinin hemmini emelden kaldırdı. Yani emelden kaldırdı diyenlik bir bütün dinin hemmini igipes kıvetti. O ilgir ekegen talimatlar, ilgir ekegen akidelerin hemmini ya onda emez. Dinin umumi prensip, kaydı kulli ya ki kulliyatlarda özgürlüğü yok. İlla ki zaman makanının vaktinin özgürlüğü takaza kıldıran bir kısım meselelerde o elbette farqli bo'lishi tabiiy. Endi shuningga ergashib Qur'oni Karim bizga ahkomlarni bayon qilishda ba'zi ahkomlarni bevosita bizga xitob qilib turib bayon qilgan bo'lsa, ba'zi ahkomlar ilgirki payg'ambarlarningki qavmi bilan bo'lgan suhbati, qavmiga bo'lgan da'vati, qavmiga bo'lgan ahkomlarni tashriq qilib yo'lga qo'yib berishlaridan bizga hikoya qilgan asosda o'tirib qo'yilganligandi. Albatta biz ilgirki payg'ambarlarningki kitoblardan, masalan, Tavrat, Injil, Zaburlardan hukm olmaymiz. Chunki u kitoblarni hozir biz Allohning nazaridan tushgan hilqi Tavrat yoki Allohdan tushgan hilqi Injil yoki Allohdan tushgan hilqi Zabur deb qaramaymiz. Ishonch yo'q. Onunğa nisbeten, yani onun içindeki hemmisini özgürlük ketken demesek mi? La nusaddiq ve la nukazzib. Biz o kitaplarını biz nezrimizin. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in üstünde musaddiqan lima beyni yedey ilgirkilerinin doğru kelgelerini tasdiqlash, muhayminen aleyhi hata to'g'ri deb hukm qilish Qur'onning qulluqqa tutqizildi. Shunlashqa Qur'on bizga yetarlik. Shunga o ilgirkilerning shariati deganlik o ilgirki kitaplardaki şeriatimiz alimiz deganlik emas. Hozirgi datalash tema. Hozirgi tema Qur'oni Karimda kelgan ilgirki payg'ambarlarningki voqealiklarining ichidan chiqqan nurg'un nimalar ahkamlar. Masalan va katabna alayhim anna an-nafsa bin-nafs ilgirki ummatlarga biz an-nafs bin-nafs deb farz qildik. Qisosni jonga jon farz qildik. Bu ilgirki ummatning voqealigi masalan ilgirki ummatning voqealigi. O ilgirki ummatning voqealigi bizga bayon qilindi. Va katabna ala bani Isroil annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard fa ka'annama qatala an-nas jami'an. Bizga ijro qilindi. Va katabna alayhim fiha anna an-nafsa bin-nafs bizga ijro qilindi. Undan boshqa ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Bizga ijro qilindi. Mushu masala haqida azroq bahs va Abdur gapni boshlab davotidi. Iza qassal Qur'an aw sunna as-sahiha. Qur'on yoki sahih bo'lgan hadis Allah bizdan ilgirki ummatlarga yo'l qo'yib bergan shar'iy ahkomlardan biri ahkomni qayta. Qur'on yoki sahih bo'lgan hadis Allah bizdan ilgirki ummatlarga yo'l qo'yib bergan shar'iy ahkomlardan biri ahkomni ularning payg'ambarining tili bilan bizga qissa qilgan bo'lsa,
ve onun bizgimi farz ekanligiga aniq Qur'oni Karimda nas keltirgan bo'lsa, xuddi ular farz qilingandek, ma'noda fala xilof. Ya'ni buningda bizga shariat ekanligi, agish vojib bo'lgan qonun ekanligida ixtilof yo'q. Bizning shariatimizdan shuni muqarrarlashtirdi. Xuddalaqi bayatni o'qigan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus-siyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Sizlarning ilgirki kishilarga ro'za farz qilingandek, sizlarga farz qilindi degan yerda gap yo'q. Chunki aniq qilib sizlarga farz qilindi degan gap borda Əmdə Qur'an-ı Kerim yoki sahih hadis yuqorqi ahkamlardan bir hukmni qisqitdi bizga. Shar'iy dalildan birisi kelib, bu mansux. O hukmning bizdan ko'tarilganligiga dalildan birisi kelgan bo'lsa, yana buningda ixtilof yo'qki, bu bizga bizning shariatimizdan ichidan chiqqan nasix dalillar bizdan ko'tarilganligiga ham ixtilof yo'q. Masalan, Musa alayhisolamning shahididagi jinoyatkorning jinoyati gunohi o'zini o'ltirish bilan kafarat bo'ladi. Kiyimga nijosat tigib qolsa, bu kiyimni faqat nijosat tekkan o'rnini kesib o'tish anpaklay oladi. Undan boshqa bizdan ilgirkilarga ko'targan, yuklagan, bizdan ko'tarib o'tgan bir mashaqqatli ahkomlar va ularning hammasining biz mansux ekanligini ham ixtilof yo'q. Bu bizning temamiz emas. Endi mavdu'al ixtilof. Faqat ixtilofning o'rni nada desa, Allah shuni bizga qissa qilgan Qur'onda yoki Allohning rasuli hadislarda qissa qilgan, so'zlab bergan ilgirki ahkam shariat ahkamlaridan. Ammo bizning shariatimizda ularga farz qilingandek farz qilinganligimi yoki bizdan ko'tarilib bizdan mansux bo'lganligimi dalolat qiladigan bir dalil yo'q. Ya'ni Qur'onda tilganligilar ilgirki payg'ambarlarga munda buyurdik, ilgirki ummatlarga munda buyurdik deb, ammo sizlarni qilsizlarga dalil yo'q, sizlar qilmaysizlarga dalil yo'q. Qilsizlarga dalil yo'q, qilmaysizlarga dalil yo'q-da. Masalan, va min ajli zalika katabna ala bani Isroil annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadan fil ard fakannama qatala an-nas jami'an. Qur'onda bayon qilindi ilgirki ummatlarning ahvolini so'zlab ketyapti. Biz to'g'riliq hech qanday ma'lumot yo'q bu oyatga nisbatan. Va katabna alayhim anna fiha anna an-nafsa bin-nafs wal-'ayna bil-'ayn wal-anfa bil-anf wal-uzna bil-uzn was-sinna bis-sin wal-juruha qisas. Qisas oyatini ularga qana qildik, mushta farz qildik dedi. Bizga farz qilindimi, qilinmadimi bu masalalar gap yo'q. Ondan sonra mush masala bugungi darsimizning asosiy temasi. Endi Hanafi jumhur ulamolari, bir qism Maliki, bir qism Shafiy ulamolari deydi, bu bizga shariat bo'ladi. Biz buni agish tatbiq qilishimiz kerak. Madam bizga qissa qilingan bo'lsa, uni mansux qiladigan narsa bizning shariatimizda kelmagan bo'lsa, chunki u Alloh uni o'zining payg'ambarlarining tili orqali yo'l qo'ygan ilohiy hukmlar u. Uni bizga bika qissa qilib berdi, uni bizga qissa qilib berdi, dalil onun mansux bo'lganligiga dalolat qilmadi. Qilib berishda cho'qim bir hikmat bor. Unda mukallaflarga shuni agish vojib bo'ladi. Shuningcha Hanafi ulamolar o'sha oyatga tayinib, an-nafs bin-nafsga oyatga tayinib, musulmonni zimmining badliga o'ltirish dalil qilgan shuni. Chunki zimmi musulmon bilan o'xshash haq-huquq, majburiyat masalasi ega bo'lgandan keyin islom davlatining ichida nafs bo'lgandan keyin, nafs bilan o'xshash. Agar bir musulmon bir zimmiydin birini bika o'ltirsa, zulmen, udvanan o'ltirsa, musulmon o'ltirildi deb hukm chiqariladi. Mushu oyatga tayiniblar. Ayolning badliga o'ltirildi deb chiqariladi, mushu oyatning badliga bilan. Chunki nafs o'xshash. Kishi ayol kishini o'ltirsa o'xshash, kishi o'ltirildi deb mushu oyatdan chiqariladi. Ammo bir qism ulamolar bizga shariat olmaydi. Chunki bizning shariatimiz ilgir shariatni amaldan qoldiriladi. Illaki bizning shariatimizda oshini muqarrarlashtiradigan bir gap kasa deb ma'no qo'shib qo'yadi. Ammo haq to'g'risi avvalgi ko'z qarash. Chunki bizning shariatimiz ilgirki shariatlardan faqat qarshi keldigan mansux qilib. Bayatni darsini oldim. Shariatlar, dinlar hammasi o'xshash. Asmoviy dinlarning hammasining xarakteri o'xshash. Illaki zamon makan farqi talab qiladigan bir qism juz'iyatlarda o'xshaymiz, lekin aqida qism umumiy jihatlarimiz o'xshash. Unisiga Qur'oni Karim to'g'ri xatosini ayiradigan muhayminan alayhi. Madam ilgirki kitoblarda gapni Qur'on tilga oldi, bu mansux deb unga dalil kelmadi, xolos buni demdi bu bizga nisbatan o'xshashlar haq bo'laverdi bizga nisbatan. Chunki Qur'oni Karimning bizga ilgirki shar'iy hukmdan birini qisqa qilib berishi, uning mansux ekanligini nas keltirmagan ekan, bizga mu zimnan tashriq qilganlik shu. Zimnan bizga tashriq qilganlikda shu. Bizga yo'l qo'yib berganlik. Chunki u Rasululloh bizga yetkazgan ilohiy hukm. Onun bizden kötürülganlık delil dalalat qilmadi.
Va yana chunki Qur'oni Karim o'zining ilgirki Tavrat, Injillarni tasdiqlaydi. Tasdiqlaydi degan gap tilga oldi masalan. U ikkisining biradagi bir hukm mansux qilmasa, bizga o'xshash Qur'on uni taqrir qilgan bo'ladi, muqarrarlashtirgan bo'ladi, tasdiqlagan bo'ladi, hukm bo'laveradi. Bu vaqtdagi gapmi shu? Qolgan bu vaqtga kelgan nurg'un ulamoning o'rtasidagi ixtiloflarning juz'iyatga ko'rsatgan ta'sirlari, har bir ixtilofotning o'zining o'tirib qo'ygan dalillar qatorliq keng masalalar cho'ngroq kitoblarda bor. Agar bu haqda murojaat qilmoqchi bo'lsanglar, Shayx Vahbat Zuhaylininki Usulul Fiqh al-Islomiyga murojaat qilsanglar bo'ladi. Shu Shar'u man qablana degan bab bor. 10-dalil mazhabus sahabi. Sahabaning mazhabi. Sahabaning mazhabi haqida ulamolar mazhabi deganimiz yerdagi bir hukmni avval oydinlashtirish to'g'ri keladi. Abturhamda qisqa iboratlar orqali bu masalani uch o'tirib qo'ydi. Shuni men tushuntirishning oldida Abturning gapidan so'zlab tarjima qilib mangay. Rasulullohning vafotidan keyin musulmonlarga fatvo berish uchun va ularga qonun yo'lga qo'yish uchun sahobalarning bir bo'laklari maydonga chiqdi. Misha kelgan vaqtida sahobalarni bir tushundirish to'g'ri keladi. Muhaddislarning nazaridagi sahobalar bilan usuliylarning nazaridagi sahobalarda farq etadi. Usuliylarning nazaridagi sahobalar sal Rasululloh bilan uzunroq mazgilni o'tkazgan, dinning ahkomlarini qana qilgan, tushungan, Qur'oni Karimning tanzillariga bo'lgan, shahid bo'lgan, amanda kishilarni sahoba deb ataydi. Muhaddislar Rasululloh bilan hayotida kurashganlardan bo'lsa, buni sahoba davrida masalan o'tirda sal farq bor hamda. Men ta'rifatni to'liq demadim-ku. Usuliylarning nazaridagi sahobalar albatta Rasululloh bilan billa 20 yil hayotini o'tkazgan, Rasulullohninki shariat ahkomlarini tatbiqlash ahvollariga shahid bo'lgan, osmondan Qur'oni Karimning tushish ahvollariga shahid bo'lgan, shariat ruhini o'rgangan manda kishilarni qaratib o'tadi. Mush sahobalarning ichidan bir bo'lak kishilar musulmonlarga fatvo berish, ahkam yo'l qo'yishga maydonga chiqdi, tasaddo degan maydonga chiqdi. Bular fiqh, ilm, Rasulullohga bo'lgan suhbatining uzunligi, Qur'on va Qur'onning ahkomlarini tushunsan, tunilgan sahobalar. Hozirgi atalg'i bo'yicha desak, sahobalarning ichidagi fuqaholar, sahobalarning ichidagi mujtahidlar deb tushunsak bo'ladi. Ulardan hamda xilma-xil o'xshamagan voqeliklarda bir necha fatvo sodirlab chiqilib, ba'zi tabiin, tabiiy tabiinlardan bo'lgan ba'zi raviylar uniya, ularning rivoyati, yoki shu fatvolarni rivoyat qilish, shu fatvolarni o'zining kitoblariga xotirlashga alohida ko'ngil bergan. Hatto şu tabi'illar ichidan Rasulullohning hadislaridan qo'shib aqdiyatus sahaba yoki fatavas sahaba degan nom bilan xotirlagan ahvollar va endi mushu fatvolar naslarga qo'shimcha asosda qonun chiqish manbasi bo'landi. Ya'ni mujtahid qiyosga iltijo qilishdan ilgari shunga qaytish vojib emasmi? Yoki u o'simi shaxsiy ijtihodiy fikrmi? Musulmonlar hujjat emas deb mush haqida ancha-muncha datalash bor. Endi avtor yana bu masalani kengaytmadi. Bizning amaliy ahvolimizga kitobning hajmiga yarasha gapni nihoyat ixchamlam xulosalayapti. Shu avtor davatida xulosatul qawl. Matimidagi xulosa kalam sahobaning so'zi, ra'i, aqllan bilmaydigan sahada musulmonlarga hujjat bo'lganligida ixtilof yo'q. Chunki bu vaqtdagi sahobaning so'zining hukmi marfu oldu. Hükmen marfu oldu. Yani hadisga tabi oldu. Bunu biz elqe sahabaning so'zi emas, hadis deb tushunamiz. Yani ijtihad qilolmaydigan, g'aybiyatga munosabatlik, dinning bunda savobni o'lchaydigan, jazolarni o'lchaydigan, masalan Ibn Abbas radhiyallohu anhu'ningki Qur'oni Karim Lavhul Mahfuzdan Laylatul Qadr kechasida dunyo osmonidagi Baytul Izzaga tushdi. Baytul Izzadan 23 yilda tushdi desa, bu odam ijtihad qilib taqululgan gap emas. Tönde kelgan bir hadis var. Ayşe radhiyallohu anha bala anasining qo'sqida 2 yildan ortiq bir yeb igiradigan bir narsa var. O ndaymiz yeb igirguchningki sayisi shunda almashgan degani. Bunda bir cho'rgan holatdagi tumaydi. Masalan bu odam o'ylab ijtihod qilib davoladigan gap emas endi ma'lumchu. Mavlaning hammasi ijtihadga o'rin yo'q soha hisoblanadi. Mandaq yer gap qilganlikqa cho'qim bu haqda payg'ambarning gapi olamiz demaydi. Ma'u hukmen marfu. Bunda ixtilof yo'q. Chunki cho'qim bu gapni Rasulullohning anglab degan bo'lishi aniq. Ayşe radhiyallohu anha tuaniga sizga o'xshashki, homila onasining qusqida bir mig'zalning soyasi, mig'zal degan gap yigirdiganlikqa g'altakning soyasi o'rilgan miqdoridimi 2 yildan ortiq turmaydi. 2 yil bo'lib qolsa qat'iy sekund turmaydi degan gap hamda.
Amma da gaplar bu adam ijtihad qilib ra'y qilib topiladigan soha emasmi u. Endi mushu gap sahiylan bo'ladigan sahobadan buning manbasi aniqlar aslan anglashdi. Unda bu hadis bo'ladi. Zohirda sahobaning usulab mavquf degan bilan marfu hukman da buningga munda mark chaplaymiz hisobda. Bunun ixtilof yo'q. Yana ixtilof yo'qki sahobaning so'zi sahabalarning uchun bir qarshi chiquvchi bilinmasa. Masalan, bir sahaba bir fikrini o'tirib qo'ydi, hamma sahabalar xolos, tamam. Mushkipinga qo'shilamiz deb unga qarshi chiqadigan odam bo'lmaganida, bu musulmonlarga hujjat bo'lganligida ixtilof yo'q. Nimishqa? Chunki ularning ma'lum bir voqealikka ittifoq qilishi, Rasulullohga bo'lgan zamoni yaqin turib, ularning tashri sirlarini bilib turib, ularning nurg'un undan boshqa voqeaga ixtilof qilib turib, ma'lumotlikda aniq bir yerga kelganligi bularning keskin bir dalilga tayanganligining dalili. Agar keskin dalil olmay qolib qolsa, o'zining ijtihodi, mana o'zining ijtihodi, mana o'zining ijtihodi bilan har xil fikr qilishi mumkin. Mana bular masalan mo'mayga oltin birini miras berishga ittifoq kelganda, bu agish vojib hukm deb qarab, ahkomni qatorga tiqilg'iliq masalan. Bunda musulmonlar ixtilof topilmag'liq. Buningda ixtilof yo'q. Chunki bu gapmi, bugungi temamiz emas. Ammo ixtilof nada desa, bir sahobaning so'zi haqidagi bizning ra'y ijtihodidan sodir bo'ldi. Ra'y ijtihodidan sodir bo'ldi. Bunun sahabenin sözü birlik kelemedi. Bir nesneydi, bir nesneydi. Mesela 3 sahabe aldığımızda, 3 sahabe bir mesele hakkında mal A, mal B, mal C ra'yini oturup koydu. Mişe kelgan vaqtida Müslüman fikrini elish almaslik meselesi. Ebu Hanife ve Ebu Hanife'ge qo'shilgan odamlar bu haqdagi o'zining xulolasini oturup qo'yib, Allohning kitobida bir hukmni topolmasam, Rasuluningki hadisida bir hukmni topolmasam, Resulullah'ın sahabelerinin sözüden halıgınımını alma, halıgınımını taşlayma ama ulanın sözüden gayrıga çıkmayma. Mene dikkat qilinglar. Dedim ki 3 sahabe var. Bir mesele hakkında 3 xil fikir oturup qo'yildi. İmam-ı Azam ve İmam-ı Azamga qo'shilgan boshqa ulamolarning fikri 3 joylarning 3 xil fikri ijmo deb qaraydi. 4-chi xil fikr chiqarish qo'ymaydi deydi. 3 joylarning qaysini tutsam bo'ladi? A, B, C qaysini tutsam bo'ladi? Lekin Ma'ulning fikrini tashlab 4-chi xil fikr chiqarish Ma'ulning ijmoiga nima kelganligini qarash. Ijmo degan nima degan desam, yani qanday ijmo u desa, mushu masaladagi fikr 3 xil fikr var deganlik ijmo. 4-chi xil fikr yo'q degan gapda sahobalarning ichida. Bu 3dan emas, men 3dan degan bilan butun sahobalarning ichida bir masalaga 2 yoki 3 xil hukm chiqdi degan gap, mushu masala haqida 2 xil ko'z qarash borligi ijmo degan gap. 2 xil ko'z qarashni buzib, 3-chi xil ko'z qarashni paydo qilish, keyingi bizlarningki ularning 2 xil ko'z qarash degan ijmoga kelganlik da'vat etmoqlar. Ya'ni Imom Abu Hanifa ulardan muayyan birining fikrini hujjat qilgan. Chunki hammasi o'sha sahobalar. Ando'g'andan keyin u shu o'zi ularning xalqining fikrini asib bo'ladi. Lekin ularning fikrining hammasiga qarshi qilish to'g'ri emaski, hammani tashlab o'tib 4-chi fikrni paydo qilish qolmaydi. Ma'u butun sahoba qarshi chiqqanlik bo'ladi. Ando'g'anda ma'lum bir qiyosda deydi, ma'qalikli bir qiyosda sahobalarning shuningda fatvosi bo'ladi ekan, qiyosni to'g'ri deb qaramaydi Abu Hanifa. Balki shu voqealikda uning so'zining qaysi so'zni az bir so'zni oladi. Belki endi Abu Hanifa'nın bu jihatdagi dalili nima desa, sahobalarningki bir voqealikning hurmati ixtilof, ikki fikrga ixtilof qilganligi ulardan uchinchisi yo'q ijmo. Ularning 3 fikrga ixtilof qilganligi ulardan 4-chisi yo'qligi ijmo. Ma'ulning hamma fikrini tashlab o'tib, butun gap so'zlaridan chiqib ketish ijmodan chiqib ketganlik deb qarashi mumkin Imom Abu Hanifa. Ma'u Abu Hanifaning qarashi. Lekin bu haqda Imom Shafiy rahimahullohning gapining hamda zohirasi nima desa, Imom Shafiy rahimahulloh ixtiloflashib qolgan vaqtida ulardan muayyan bir fikrini hujjat deb qaramaydi. Muayyan bir hujjat deb qaramaydi. Balki ularning fikriga umumiylik holatda qarshilik qilishni to'g'ri. Chunki ixtiloflashdimi? Ixtiloflashgandan keyin bu masala ijtihod sohasiga aylanadi. Xususan bizmi mujtahid o'g'achqa itoat qilsak, bo'ladi deb qaraydi. İctihad istinbatdagi ijtihod degan boshqa bir fikr. Chunki u sahobalarninkimi g'ayri ma'sum bo'lgan kishilarning fardiy ijtihodatning bir umumiy to'plami masalan. Xuddi sahobaga, yana bir sahobaga qarshilik qilish to'g'ri bo'lgandek, undan keyingi mujtahidlarga qarshi o'sha sahobaga qarshilik qilish to'g'ri deb manda yakun kirdi. Shunga Imom Shafiy rahimahulloh deyotdi, cho'qim hukm yoki fatvo xabar lozim tarafdan bo'lish kerak. Xabar lozim deganimiz ya Qur'ondan chiqsa yoki hadisdan chiqsa ya ahli ilm degan gap degani ixtilof qilmaydigan ijmo yoki bo'lmasa musulmon bazki qiyoski sahobalarning ixtilof qilishga vaqtidagi so'zi o'rgatilmaydi deb manda deydi. Shundan bugungi darsimiz oxirlashdi. Bugungi darsimizda adilla shar'iyyaning 9-si, 10-si oxirlashdi. Shundan bilan kitobimizning birinchi qismi al-adilla ash-shar'iyya tugadi. Inshaalloh kelasi soatlik darsda al-ahkam ash-shar'iyyani
boshlaymiz. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.